Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshimi? Rahmat. Xo'p, endi boshladik. Vaqtimiz ko'p emas, shuning uchun darrov savolga o'tib ketamiz. 2025-yil sizni sohangiz bo'yicha qanday yil bo'ldi? Yaxshi yil bo'ldimi, o'rtacha bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Va Sanjar efirdan oldin ham siz bilan bir suhbatlashdik. Yildan yilga suv bilan bog'liq muammolar bizni quvib yetib kelyapti. Bu rostdan, haqiqatan ham siz ham to'g'ri tahlil qildingiz. Bundan buyog'i ham suv bilan bog'liq muammolarimiz ko'payadi, kamaymaydi. Nima uchun? Birinchi navbatda inson omilining ortib borayotganligi, ya'ni ehtiyojning ortib borayotganligi. Ikkinchisi ekologik vaziyatni yomonlashib borayotganligi. Bu ham bevosita suv zaxiralariga ta'sir qiladi. Uchinchi bir jihat ishlab chiqarish korxonalarining soni va hajmi ortib borayotganligi. Bu tabiiyki barchasi o'sha ichimlik suvdan foydalanadi, ya'ni chuchuk suv zaxiralaridan foydalanadi. Mana shularning hammasi bizni suvga nisbatan munosabatlarimizni kardinal o'zgartirishga sabab bo'lyapti va aksiga olib suv zaxiralari, yer osti suv zaxiralari ham, yer usti suv zaxiralari ham kamayib boryapti. Bu fakt. Shu nuqtai nazardan siz bilan o'sha qilgan mulohazalarimiz va hozirgi savolingizga nisbatan shuni aytish mumkinki, suv bilan bog'liq muammolar yildan yil ortib boradi va 2025-yil u suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati yo'nalishida aynan aholini suv bilan ta'minlash yo'nalishida katta hajmdagi ishlar olib borildi va shunga qaramay o'sha suv zaxirasi kamayib borayotganligi, suv bilan bog'liq muammolar ortib borayotganligiga qaramay joriy yil yakunlari o'sha o'tgan 2025-yil yakunlari bo'yicha aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi, ya'ni vodoprovod suvdan odamlar suv ichayotgan odamlarning foizi 82-8% ga oshdi. Bu juda katta natija. Lekin to'g'ri, hali oldinda qiladigan ishlarimiz ko'p. Hali 13% aholi men bilan sizga o'xshab ular ham kundalik kranidan suv tushib turmaydi. Shunaqa ular tashib kelish yo'li orqali buloqlardan, kachalkalardan ichadi. Qayerda shu 13% odamlar? Bizda suv tanqis hududlarimiz asosan o'sha yer usti suv zaxiralari kam hududlarimizda bular. Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Jizzax viloyati, Navoiy va Jizzaxda ham shunaqami? Shunaqa, Orolbo'yi hududlari. Da suv zaxiralarimiz nisbatan kam boshqa hududlarga nisbatan. Xo'p, endi mana siz aytyapsiz 82 necha? 82-8. Biz qanchada buni 100% ga chiqarishimiz mumkin? Strategiya bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taraqqiyot strategiyasini o'sha ko'rib chiqqanlarida bizga topshiriq berganlar 2030-yilga kelib bu ko'rsatkichni 90% ga yetkazamiz va oqova xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasini 35%, ya'ni kanalizatsiya xizmatlari ham bizada. Kanalizatsiya xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasini 35% ga yetkazamiz deb ta'kidlab o'tganlar. Nima uchun 100% deyishingiz mumkin yoki tinglovchilarimizda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun 100% emas deb? 100% emasligini sababi bizda bilasiz, mana qir adirliklarda ham yurtlarimiz yashashadi. Masalan, bitta uy mana bu yerda bo'lsa, bitta uy nariyoqda 1000 metr yoki 1 kilometr nariyoqda. Ularga turbada, quvurda suv olib chiqish o'sha aholi vakillari uchun qimmatga tushadi. Tepalikka qarab suv haydash uchun tabiiyki nasoslar, elektr ta'minoti va quvurlar bitta xonadon uchun bitta suv tashib chiqarish qimmatga tushadi. Xarajat bo'lib ketadi. Inobatga olib ularga mashinada, transport vositasida toza, sifatli ichimlik suv yetkazib bergan ma'qul. Shu nuqtai nazardan 90%. Aha. Demak, buni 100 qilish iloji yo'q, chunki aholining o'troq hayoti bunga baribir xalaqit beradi. Xuddi shunday. Qimmat bo'lib ketmasligi uchun shunday qilinadi. Men bitta tinglovchimizdan savol kelgan. Xo'p, Oriya Dono ijodkorlarga rahmat, soha mutaxassisini taklif qilganingiz uchun. Ichimlik suv quvurlarini mahallamiz ko'chalaridan o'tgan shu quvurlarning muhofaza zonalari bormi? Qurilish yoki ko'kalamzorlashtirish mumkin bo'lmagan maydonlari bo'lsa, quvurlardan uzoq maydonni va shu kabi me'yorlarni o'zida mujassam qilgan hujjat raqami sanasini aytsangiz. Tushundingizmi savolni? To'g'ri. Bormi? O'rinli savol. Ha, albatta, muhofaza zonalari bor. Masalan, uni ustiga bino qurish yoki o'sha yashil hududlar shakllantirish yoki boshqa bir qurilishlar amalga oshirish mumkin emas. Bu boradagi me'yoriy hujjatlar Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qarori bor. O'shanda aniq ravshan ko'rsatilgan. O'sha parametrlar, o'sha tahlillar o'sha yerda ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston yiliga qanchadan suvni yo'qotib kelyapti? Zo'r savol.
qarangda, o'zimizda 1 yillik suv sarfimizni 100% deb oladigan bo'lsak, uni bor yo'g'i 20% o'zimizda shakllanadi. Ya'ni yog'adigan yog'ingarchilik, eriydigan muzliklar hisoblanadi. Qolgan 80% qo'shni davlatlardan keladigan transchegaraviy daryolar orqali suv zaxiramiz shakllanadi. Biz shunaqa geografik, geologik hududda joylashganmiz. Ming afsuski, o'sha 20% suvimizni o'zimizni qondirishimiz kerak shu suv bilan. Agar tojik birodarimiz yoki qozoq yoki qirg'iz birodarimiz, afg'on birodarimiz yoki chista banalna bu. Deylik, o'sha ertalab tursada kayfiyati yo'q bo'lsa, suvni yopib qo'ysa, bo'ldi. Biz mana shu 20% suv bilan qolib ketamiz aslida. Biz shunga o'zimizni tayyorlashimiz kerak-da. Biz lekin haligacha suvga nisbatan xo'jasizlarcha munosabat qilamiz. Bu birinchi jihatimiz. E'tibor beringlar, tinglovchilar, 20% suv o'zimizda shakllanadi, iste'molimizdagi. 80% tashqaridan keladi. Bu mana 25 yil davomida Sanjar aka biz yopiq davlat bo'lib keldik-da boshqalar uchun. Mana davlat rahbarining siyosiy irodasi tufayli bu hech qanaqa haligi maddohligi boshqa narsa bor gap demoqchisiz. Bor gap. Davlat rahbarining siyosiy irodasi tufayli biz qo'shnilarimiz bilan aloqani yaxshi qildik. Birinchi navbatda aynan mana shu resurslar uchun munosabatlarimizni yaxshiladik. Davlat rahbarining juda katta yordami bor bunda. Ikkinchi bir jihat. 1 yillik suv sarfimizni 100% deb oladigan bo'lsak, uni 90% ni biz qishloq xo'jaligi, irrigatsiyaga ishlatamiz. 4.2% ni ichimlik suvga, ya'ni 32-33 million aholiga, ya'ni o'sha 208 dedik, mana shu aholiga ichimlik suv sifatida, qolganini elektr ta'minoti va baliqchilikka ishlatamiz. Endi qarang, davlat rahbari 2018-yilda tomchilatib sug'oringlar, yomg'irlatib sug'oringlar deb birinchi me'yoriy hujjatga imzo chekkanlar. 2018-yilda. O'tildimi shu yomg'irlatib, tomchilatib sug'orishga? Endi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'sha suv xo'jaligi vazirining bergan ma'lumotiga ko'ra, rasmiy ma'lumotga ko'ra 50% o'sha sug'oriladigan yerlarni shu kunga qadar 50% o'tibdi va 10 milliard metr kub suv iqtisod 10 milliardmi 8 milliardmi suv iqtisod qilinibdi. Endi tasavvur qiling, biz o'sha 32 million aholiga mana shu 8 milliard metr kub suvni 4 yilga beramiz. 1 yillik ekonom qilingan suvni biz 4 yilga beramiz. Biz shu darajada ortda qolyapmiz. Jahon bankining tahlillariga ko'ra 2030-yilga borib O'zbekiston Markaziy Osiyo qizil zonaga kiradi. Ya'ni suv tanqis mamlakat. Hozir depressiv. Hozir 26 ta u davlatlar soni. 2030-yilga borib 33 ta bo'ladi va O'zbekiston kiradi deyilgan. Bu yoqda biz 2030-yilga borib 100% irrigatsiya tarmoqlarimizni tomchilatib sug'oramiz, yomg'irlatib sug'oramiz, ekonom qilamizga o'tyapmiz. Haligi paradoksda bir-biriga to'g'ri kelmaydigan fikrlar. U payti o'zi shundoq ham suv stressi bo'ladi. Shundoq ham qizil zonada bo'lamiz. Unda majbur bo'lamiz. Hali tomchilatishga suv chiqsa, endi chiqsin, yo'qolib ketmasin. Bu yomon niyat emas. Nimagadir haligi resurs qarg'ishi degan bir termin bor, sotsiologiyada, politologiyada ishlatiladi, siyosiy sharhlarda, ya'ni qaysidir resursni qadriga yetmasangiz, keyin u tanqis bo'lib, jamiyatni o'sha tomondan bo'g'ishni boshlaydi. 2030 dan uyog'iga suvni narxi juda ham qimmat bo'lib ketadi deganida, bu to'g'rimi? Real gapirsak, pul masalasida gapirsak, narx bundan keyin ham oshib boraveradi. Buni tinglovchilarimiz ham ongli ravishda tushunib yetishlari kerak, chunki o'sha hozir chegaralar ochiq, dunyoni xohlagan davlatda tega borish mumkin, ijtimoiy tarmoqni kuzatish mumkin. Barcha hududlarda suv tanqis. Bitta O'zbekistonda yo Markaziy Osiyoda emas, butun dunyoda suv tanqis. Masalan, o'sha suv ichida yoki atrofida bo'lgan davlatlarda, Yevropaning rivojlangan davlatlarida ham tannarx bizdan yuqori. Skandinaviya davlatlarida, Germaniyada masalan 1000 litr suv uchun ularning aholisi bizani ekvivalentimiz bilan hisoblaganda, so'mimiz bilan hisoblaganda 60 mingdan 80 ming so'mgacha to'laydi. Biz 1000 litr suv uchun o'rta hisobda 3333 so'm to'laymiz. O'rta hisobda. Masalan, Toshkent shahri eng katta iste'molchi desak, 1400 so'm to'laydi 1000 litr suv uchun. Siz 1400 so'm ko'tarib do'konga kirsangiz 1 litr suv bermaydi. Vaholanki u suv qarib o'lik suv, o'sha baklashkada qadoqlangan suvlar, ular hech narsa bo'lmaydi yillar davomida tursa ham. Biz jo'mrakdan toza, sifatli minerallarga to'yingan tirik suv beryapmiz. 1400 so'mga 1000 litr suv beryapmiz. Tannarx masalasi alohida mavzu o'zi aslida, Sanjar aka. Shu haqida gaplashaylik mana bo'lmasa. Nimaga bunaqa arzon? Hozir kimdir gapimga arzonmi, o'zi shundoq ham hamma narsa qimmat deb e'tiroz bildirishi mumkin. Ular boshqa keys. Suvni o'zi haqida. Nimaga bunaqa? Tariflar men sizga aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda ham, dunyoda ham, shu butun yer sharida ham
suvni tozalashga ketadigan sarf xarajatga qaratiladi. Sizni oylik maoshingizga yoki yalpi ichki mahsulotga va hokazo boshqa jadvallarga emas, suvga ketadigan sarf xarajatlarga qaratiladi. Deylik, nima uchun masalan O'zbekistonning har bir hududida har xil tarif deyishingiz mumkin. Masalan, Toshkent shahrida 1400 so'm yoki Navoiyda qimmatroq, Namanganda ham qimmatroq suv tan narxi 3000 yoki Toshkent viloyatida ham 3800 so'm atrofida. 1000 litr suv. Chunki har bir hududda yer osti, yer usti suv zaxiralarini geografik joylashuvi har xil. Biz u uchun birinchi navbatda o'sha tariflarimizga kiradi. Oylik ish haqi, ishchi xizmatchilar bu tizimda aholiga toza ichimlik suv yetkazib berish uchun 27 mingga yaqin ishchi xizmatchi bor. Oylik oladi. Bu respublika bo'yicha. Butun respublika bo'yicha. Ikkinchisi, suvni tozalashga ketadigan ingrediyentlar bor. O'sha achchiq toshlar deymiz, natriy xlor, boshqa, uni barchasi xorijdan keladi. Va hamma biladi, ijtimoiy tarmoqda kuzatib turibdi, dollarning kursi o'ynayapti, yevroning kursi o'ynayapti, hamma kuzatib bilib turibdi. Biz ularni valyutaga sotib olamiz. Ikkinchi bir jihat. Uchinchisi, qariyb 30% biz elektr ta'minotiga beramiz. Chunki o'sha pastdan tepaga qarab nasos yordamida o'sha chiqarish kerak bo'ladi. Bosimdan chiqarish kerak yoki uzoq hududga jo'natish kerak suvni. Barchasi elektr ta'minoti bilan ishlaydi. Unga ketadi va joriy o'sha xarajatlar, kapital ta'mirlash, biz faqat yangi quvur yotqizmaymiz suv ta'minoti. O'tgan asrdan qolgan shu 60-70-yillardan qolib ketgan quvurlarni yangilashga ham pul sarflaymiz. Masalan, 100% lik faoliyatimizni 60%ni eski quvurlarni yangilash bilan o'tkazamiz. Qolgan 40% men bilan siz suhbatimizda maqtanayotgan jihatimiz. 80%, 90%, 100% eski quvurlarni ham yangilash kerak. Yillar davomida bu sohaga e'tibor berilmagan. So'nggi 5 yilda bu alohida institut bo'ldi, suv ta'minoti. Ungacha vodokanal bo'lgan, suvsoz bo'lgan, hamma barmog'i bilan ko'rsatadigan tashkilot bo'lganda, bu eng muqaddas kasb. Ta'sir kuchi bo'lmaganda, shunaqa hech ish topa olmaganlar suvsozga kelgan o'sha paytda. Hozir aniq bir institut sifatida shakllandi bu tashkilot. Xo'p, endi qarang, mana bu yerda yana bir savol keldi. Suvni yetkazib berish narxlari, xarajati byudjetdan qoplab berilishini bilamiz. Shu masalada axborot bersalar. Aslo. Unaqa emas. Aslo. Bizni davlat subsidiya qilmaydi. Masalan, suv xo'jaligi vazirligi tizimida yoki masalan o'sha dehqonchilikda, fermerchilikda siz ariqdan suv olib, tomorqaga sug'orasiz, boshqa qilasiz. Unda siz pulni to'la olmasangiz, o'sha suvni pulini sizni davlat subsidiya qilib pulingizni yopib beradi, suv xo'jaligi vazirligiga pul beradi. Suv ta'minoti tizimi aholiga xizmat ko'rsatadigan, ya'ni o'sha ariq suvini chuchuklashtirib, sizga ichimlik suv qilib yetkazib beradigan va o'sha xizmatlari uchun pul oladigan tashkilot. Mana siz menga pul bermadingiz, men oylik bera olmadim, men o'sha suvni tozalashga ingredient topa olmadim va uni davlat subsidiya qilib bermaydi. Davlat byudjetdan pul olmaymiz. Biz xizmat ko'rsatuvchi va o'sha xizmat ko'rsatish evaziga haq oluvchi tashkilot. O'zini o'zi qoplaydigan tashkilot. Xuddi shunday. O'sha zanjirni buzmasliklarini so'rab qolardik aholini. Suvni o'zini xarajatlardan tashqari narxini belgilash masalasi qanday deb savol berish. Bu to'g'ri savolmi yo'qmi bilmadim lekin. Suvni xarajatlardan tashqari biz pul olmaymiz. O'sha ketgan sarf xarajatga tarif shunday shakllanadi. 1400 so'mmi, demak 1400 so'mga yarasha sarf xarajat qilinadi o'sha 1000 litr suvga. Xo'p, siz aytdingiz, bizda mavjud suvni bor yo'g'i 20% O'zbekistonning o'zida yomg'ir, qor natijasida shakllanadi, deb. Lekin mana yildan yilga iqlim o'zgarib boryapti. Mana yog'ingarchilik kamayapti. Isqogacha bo'lgan davrda nechadir oy yomg'ir ham yog'madi, qor ham yog'madi, bir qurg'oqchilik davri bo'ldi. Men bunaqa narsalarni oldinlari kitoblarda masalan o'qirdim xolos, lekin hozir yashayapmiz shuni yashayapmiz. O'zi 20% shakllansa va u ham yomg'ir qordan bo'lsa, yomg'ir qor ham yildan yilga kam. Mana hozir qish, ko'chada quyosh chiqyapti. Bu ham qo'shimcha stress beradimi sohaga? Albatta stres beradi. Buni oldini olish uchun yagona bir yechim har bitta sohada bo'lgani kabi aynan suv yo'nalishida ham ilm bilan yondashuv. Masalan, biz aytdik-ku 90% suvimizni qishloq xo'jaligiga ishlatamiz, umumiy suv zaxiramizni deb. Keling o'shani shu 60%ni deylik yoki 80%ni yoki 70%ni ishlatsak, ichimlik suv bilan bog'liq muammolarimizni uzoqlashtirgan bo'lamiz. Agar o'sha tizimga ilm bilan yondashilmas ekan, biz qiynalib qolamiz.
Xo'p, mehmonga savolim bor edi. Nega ariqlarga suv kelmayapti? Men bilgan joylarda hamma artizan qurib ekinlarni sug'oryapti. Fermerlar ham dalaga bug'doy, paxta ekadi. Ular ham plan bajarish kerak. Bajarmasa majburiy bo'lsa ham qoplatadi. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Qachon ariqlarga suv keladi deb yozishdi? To'g'ri. Ariqlarga suv nimaga kelmayapti? Bu bizning kompetensiyamizga kirmaydi, lekin men baribir aytib o'taman. Mana yuqorida o'sha suhbatimiz davomida ham siz birlamchi funksiyangiz emas aslida. Yo'q, ekologik vaziyat yomonlashib boryapti. Bu ariqlarga suv kelmasligi yoki davlat rahbari 2023-yilda yig'ilishlarda yer osti suvlari 5 metrdan 15 metrgacha kamayib boryapti dedilar. Bu fakt. O'zbekistonda har yili shu darajada 5 metrdan qariyb chuqurlashib ketyapti. Suv zaxiralarimiz kamayib boraveryapti. Yer usti suv zaxiralari ham xuddi shunday. O'sha transchegaraviy daryolardan xo'jasizlarcha foydalanish yoki o'sha ilmsizlarcha o'sha dehqonchilikda, fermerlikda ilmsizlik natijasida biz suvlarimizni yo'qotib qo'yapmiz. Hali ham biz hali ko'llatib sug'oradigan bo'lib qolganmiz, bilasizmi? Masalan, shunaqa efirlarda yoki shunaqa davra suhbatlarida borganimizga nimaga o'sha tushuntirmaysizlar, nimaga targ'ibot ishlarini olib bormaysizlar? Aka, suv bilan muomala qiladigan o'rta yoshli qatlam bor-ku, o'sha fermerlar, dehqonlar, tadbirkorlar, ular biladi suvni yo'qolib borayotganligini, lekin shu vaziyatdan foydalanib qolish imkoniyatini qidiradi va o'sha suvlarni o'zi xohlaganchalik, ilm bilan emas, o'ziga keraklisi foydalanib qolyapti. Bugun nutqisi bo'ldi-da, shunaqa demoqchimisiz? Xuddi shunday. Yosh bolalarga nisbatan boshini silab, bolam, qizim, o'g'lim, nevaram ertaga suv tugab qoladi. Dunyoda shunaqa ahvol, O'zbekistonda ham shunaqa ahvol desangiz, ularni mana bu yerda qolib ketadi-da va ular ertaga suvdan foydalanadigan kelajak o'shalar. Umuman hamma ekologiyadan, tabiatdan to'lovni ham ular qiladi keyin. Ularda qanaqadir hissiyot uyg'onadi, lekin siz borib o'sha tadbirkorni boshini silab, aka, opa, amaki, tog'a, ertaga suv tugab qoladi, keling suvdan ehtiyotkorona foydalaning, dengda orqangizga o'giring, yana shu ishni qiladi. Ularga nisbatan jazo chorasini kuchaytirmasak, haligi cho'ntakka zarba berish orqali ta'sir qilinmasa, mani kechirsin, boshqa chorasi yo'q. Boshqa chorasi yo'q. Boshqa chorasi yo'q. O'zi umuman nafaqat tadbirkor fermerda, oddiy xalqda ham suvga bo'lgan munosabat yaxshi emas. Cho'milish masalasidan tortib, tish yuvish masalasidan tortib, endi bu haqida ko'p gaplashganmiz, lekin mana siz shu sohani mutaxassis sifatida so'nggi yillarda xalq ozgina foizga bo'lsa ham madaniyatini shakllantirdi deb o'ylaysizmi? Yo hali ham o'shami? Yo'q, o'zgardi. Birinchidan 2024-yilda tariflar o'zgarganida bitta haligi skachok deymiz, bir to'lqin bo'ldi. Tebranish bo'ldi. Chunki dunyoning birorta davlatida Sanjar aka transport vositasi ichimlik suv bilan yuvilmaydi-da. Vodoprovod suv bilan yuvilmaydi dunyoning bironta davlatida. Gilam yuvilmaydi yoki tarvuz qo'llatib qo'yilmaydi-da. O'zi suvimiz kam bo'lgan hududda yashasakda biz mashina yuvsak-da. Bu g'alati paradoksda, bu hech qanaqa haligi aqlga, mantiqqa sig'maydigan narsalar. Va shular kamaydi. Mana shular kamaydi. Hech kim gilamini borib o'sha gilam yuvadigan haligilarda yuvadigan bo'lib qoldi, mashinasini kam yuvadigan bo'lib qoldi. Aytyapman-ku, suvdan foydalanadigan qatlam, o'sha o'rta yoshli qatlamga haligi jazo chorasini ta'sir ko'rsatishi orqali bunaqa natijalarga erishish mumkin va bilasizmi, yana bitta jihat. 2023-yil mayda jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Xo'sh, o'g'rilik 169 adashmasam, 169-moddaga o'sha yerda oqqa qora bilan yozib qo'yilgan. Tabiiy gazga, elektr tarmog'iga va vodoprovod tarmog'iga shaxsiy manfaat topish yo'lida ulanish endilikda jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni bu degani 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish. Endi suv uchun qamaladi. Tasavvur qilyapsizmi? Kulgili aslida bu. Kulgili, afsus biz shunaqa holatdamiz. Keldik. Shunaqa jazo chorasi qo'llanilmasa, qamaladi, suv uchun qamaladi endi. Xo'p, boyagi savolga yana bitta savol berishyapti. Agar unaqa bo'lsa, open byudjetda suv quvurlarini yangilash yoki yangidan o'tkazish kabi ishlar qilinadi. Nega demoqchilar? Yo'q, bunaqa loyihalarimiz ko'p. Open byudjet, obod qishloq, obod mahalla, davlat dasturlari, bunaqa loyihalar ko'p. Va suv ta'minot korxonasini ham o'zini orttirgan mablag'lari hisobidan ham o'sha 1000 metr, 2000 metr tarmoq tortilib beriladi, lekin ob'yomli katta yirik hajmli haligilar loyihalar baribir davlat byudjetidan yoki o'sha byudjet mablag'laridan yoki xalqaro moliya institutlari mablag'laridan amalga oshiriladi. Eskirgan quvurlar masalasida ham bitta savolim bor. Ya'ni men eshitgan edim, ko'zim bilan ko'rmaganman, shunchaki bir fakt deb aytishgan. Ba'zi bir hududlarda turba chirib ketganidan yo'q bo'lib ketgan-u, lekin o'sha tuproq loy bo'lib shunchaki tabiatning inomi sifatida turba vazifasini bajarib turibdi. Shunaqa joylar ham bor deyishgan menga. Bormi rostdan? Bor, 30-40%
quvurlarimiz afsuski shunaqa. Endi tasavvur qiling, mana Toshkent shahar. Keyin uni odamlar ichadi-yu, tuproq aralashib, masalan, loyga tegib borsa. U darajada bo'lmaydi. U darajada loy chiqmaydi. Masalan, yog'ingarchilik bo'lib qolsa yoki avariya bo'lib qolsa, 1 soat, 2 soat shunaqa loy chiqishi mumkin, uni oqizib qo'yiladi va toza suv kelguncha. Deylik mana Andijon yoki masalan Farg'ona shahar shundoq ko'tarib eski quvurni bir kunda yoki 10 kunda yangilab bo'lmaydi-da. Buni fiziki, jismonan ham imkoni yo'q, mablag' nuqtai nazaridan ham imkoni yo'q-da. Buni bosqichma-bosqich qilyapmiz. Mana aytdim-ku, masalan, suv ta'minoti tashkilot faoliyatini 100% deb bo'lsak, uni 60-70% eski quvurlarni yangilash bilan o'tadi. Katta mablag' talab qiladi, katta vaqt talab qiladi va katta mehnat talab qiladi bu. Qarang, endi 5 yillik tashkilot, 5 yillik bola orqasida 70 yillik muammosi bilan. Cholni muammosi turibdi-da, bu bir vaqtda qilinadigan ish emas-da. Eng quvur rasvo hudud qayer? Endi ko'p quvurlari bor hududda tabiiyki shunaqa holatda bo'ladi. Masalan, Toshkent shahar. Toshkent shahrida ham shu muammoni o'zi. Bizda 1 daqiqa vaqti kelib qoldi. Mana shu 1 daqiqani o'tkazib olamiz va keyin yana savollar bo'lsa Telegramdan yo'llasangiz, ularni ham o'qib beryapman mana. Xalqqa ham eshitaylik degan bir maqsadda. O'zimda ham hali bir qancha savollar bor. Tariflar masalasida bitta savol. Ba'zi bir davlatlarda hattoki suvni narxi vaqtga qarab ham o'zgarib turadigan nuqtalar bor. Masalan, televideniyada ham reklama narxlari hozir shunaqa, radioda, televideniyada odamlar ko'p ko'radigan payt reklama berish qimmat. Suvdan ham odamlar ko'p foydalanadigan payt foydalanish qimmatroq. Ba'zi bir davlatlarda odamlar kamroq foydalanadigan payt nisbatan yengilroq. Shunaqa tariflar bo'lishi mumkinmi yaqin istiqbolda bizda? Yo'q, unaqa ko'zda tutilmagan. To'g'ri, dunyoning boshqa davlatlarida bor shunaqa. Masalan, Skandinaviyada bor, masalan, Finlandiyada bor. Germaniya, masalan, mehmonxonalarida ham 15 litrdan keyin tariflar boshqacha bo'ladi. O'sha cho'milasiz 15 litrgacha ulgursangiz ulgurdingiz, qolgan o'sha keladigan siz muammoyingiz. Keyin chiqishda boshqacha hisob-kitob qilinadi. Xuddi shunaqa tariflar bor. Bu endi mamlakatimiz aholisi uchun yoki iste'molchilarimiz uchun bunaqa narsa ko'zda tutilmagan. Yana bir jihatni alohida ta'kidlab o'tish kerak, O'zbekiston baribir o'sha bu yo'nalishda tolerant, demokrat davlatda. Masalan, o'sha suvni boshida turgan davlatlarni boya sanab o'tdik, Qirg'iziston, Qozog'iston 2023-yilda Sanjar aka o'sha anomal issiq bo'ldi. Hamma o'sha Markaziy Osiyoda ular suvni boshida turgan davlatlar, e'tibor bering. Umumiy hammomlarni va avto yuvish shoxobchalarini, avtomoykalarni 2 oyga to'xtatib qo'ydi. O'rtoqlar, suv tanqis, suvni boshida turibdi ular. 2023-yil. Suv tanqis, bir 2 oy sabr qilamiz. Suvni o'sha kerakli yo'nalishlarda ishlatamiz, bu yo'nalishlarni to'xtatib qo'yamiz. Lekin bizda unaqa qilinmadi. Suvni boshida ular turibdi vaholanki 2023-yil biron yil suv to'xtatib qo'yilgani yo'q, na u yo'nalishda, na bu yo'nalishda. Biz bu borada demokrat davlatmiz. Bu haligi inson omili eng yuqori qo'yilgan davlat. Va tariflarimiz ham xuddi shunaqa. Kimdir ko'p suv ishlatadi, kimdir kam suv ishlatadi. Tarif bir xil. Yuridik tashkilotlar uchun boshqacha tarif. Masalan, siz 1000 so'm to'lasangiz, ular boshqacha tarifda to'laydi. Chunki ular suvni ishlatib foyda ko'radi. Ularni qaysidir ma'noda tirikchiligini ta'minlab turadigan narsa, shuning uchun. Xo'p, To'palang suv ombori haqida gaplashaylik. Mana shu To'palang suv ombori asosidagi bir loyiha tashkil qilingani haqida ma'lumotlar bor edi. Bu loyiha bizga nima berdi va qanchalik yaxshi loyiha? Bu Markaziy Osiyodagi eng gigant loyiha bugungi kunda. Aynan suv, ichimlik suv yo'nalishida eng katta loyihalardan biri Markaziy Osiyodagi. Buni davlat rahbari Surxondaryodagi tashriflari chog'ida alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu o'zi haligi bo'lmaganda, planda bo'lmagan. Aynan suv omboridan ichimlik suv sifatida foydalanish bo'lgan. Dehqonchilik uchun yoki boshqa maqsadlar xo'jalik uchun. Lekin davlat rahbari shuni alohida aytdilar. Aynan o'sha boya ham ta'kidladiku, Surxondaryoda suv zaxiralari juda kam hudud hisoblanadi deb. To'palang suv inshootidan Surxondaryo viloyati aholisini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi unikal loyiha hisoblanib, buni unikalligi nimada bilasizmi? To'palang suv ombori tepada joylashgan, yuqorida joylashgan viloyatning qolgan nuqtalariga nisbatan. Va undan suv olib to Termiz shahariga, ya'ni 250 kilometrgacha olib kelgunga qadar elektr ta'minoti ishlatiladi. Pastga qarab tushadi, to'g'rimi? Pastga qarab tushadi. O'zini oqimi bilan tushadi va prezident aytdilar va Termiz shahariga kelguncha qolgan hududlar kutib o'tirmasin dedilar. Shunaqa qilinglarki, masalan, o'sha yaqin hududda joylashgan tuman shaharlarni birdan suvlashtirib kelaveringlar, ta'minlab kelaveringlar. Unikalligi shunda ikkita jihati. Tomirga o'xshab yoyilib ketadi. Va kutib o'tirmaydi o'sha, masalan, qachon Termizga keladi, keyin tarqaladi. Unaqa emas. Va elektr ta'minoti ishlatilmaydi. Joriy o'tgan 2021
25-yil dekabrda Termiz shahargacha keldi o'sha suv. To'palangning toza suvi keldi. U 2-3 o'sha qattiqlikdagi suv juda shifobaxsh, juda shaffof suv hisoblanadi. Aha. Qodiriya suv inshooti haqida ham ma'lumot bering mana bilmaydiganlar uchun. Toshkent viloyatida Qodiriya suv inshooti bor. Qodiriya suv inshooti bor. Bunaqa mega loyihalarimiz juda ko'p. Masalan, mana o'sha To'palangni aytib o'tdingiz, Buxoroda Duvaynik, Jizzaxda Uzunbuloq, Toshkent viloyatida Qodiriya suv inshooti. Qodiriya suv inshooti Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan, ya'ni Xalqaro moliya instituti mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. Qodiriya suv inshooti to'liq hozir 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichma-bosqich ketadi. Birinchi suv inshooti, undan keyin yirik quvurlar, undan keyin o'sha mahallalar, xonadonlargacha kirib boradi. Bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Lotlar deydi. Loyiha to'liq yakuniga yetganida 2027-yil adashmasam, yana mutaxassislarimiz to'g'rilab borishar. 2027-yil loyiha yakuniga yetish ko'zda tutilgan va unda Toshkent viloyatining Zangiota, Toshkent va Qibray tumanlarining aholisi 100% 24/7 rejimida toza, sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Va bugungi kunda 3-bosqichi ketyapti, ya'ni aholi xonadonlariga qadar olib kirish ketyapti. Xo'p, ba'zi bir hududlarda odamlar uyidan quduq qaziydi-ku, motor bilan suv tortib oladi. Shu mumkinmi, mumkin emasmi? Juda noto'g'ri. Juda noto'g'ri. Chunki siz uni bilmaysiz-ku, uni sifatini. U masalan bor shunaqa holatlar bor. Hojatxonasi yo o'sha oshxonasini o'sha suvlari to'kiladigan joydan 10 metrdan buyoqdan quduq qazgan yoki molxonasini 20 metr buyoqda quduq qazib suv chiqarishyapti. U uchun to'g'ri, masalan boshqa imkonimiz yo'q. Nima qilaylik? Suv olib kelib berasanmi? Senga gapirish oson deyishi mumkin hozir. Lekin har bir kishining sog'ligi o'zi uchun muhim birinchi navbatda. Bu jarayonlarda bevosita suv ta'minot korxonalarining tavsiyasi, ya'ni suvchilarning tavsiyasi sesni chaqirib, u suvdan analiz olib birinchi ko'rish kerak. O'sha bola chaqasiga, ota-onasiga ichiryaptimi, u suvdan analiz olib ko'rsin, ichimlikka yaroqlimi, yaroqli emasmi. Chunki mana suv ta'minotidagilar masalan o'rta hisobda 200, 180, 240 metr chuqurlikdan suv olishadi. Ular filtrlanib yig'iladi u suvlar. Yerlik o'sha xonadonlarda, uchastkalarda siz aytayotgan kachalkalar yoki motorchiklar yoki quduq qazib chiqarishda 18-20 keling 50 metrdan suv olib ichishadi. U hali filtrlanishga ulgurmaydi u suvlar. O'sha biz aytayotgan obyektlarni suvlari shunday filtrlanmasdan chiqadi-da, u endi inson organizmiga juda zararli. Xo'p, shu joyda bitta savol. Urbanizatsiya haqida-da, masalan, shaharda ko'p qavatli uyda odamlar yashaydi, ishxonalarda, hojatxonalar boshqacha-ku, hovlidan. To'g'rimi? Oshxonasidagi bilan hojatxonasidagi suvni tarkibi bir xilmi? Ha. Nega? Masalan, uni boshqa bir qayta ishlangan texnik suv demoqchimisiz? Shuni bir-biridan ajratsa va farqlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar bo'lsa, nimaga qilinmayapti? Bo'lmasa, qarang, eski masalan yashab turgan xonadonlarda buni qilishni imkoni yo'q, chunki siz o'sha domni ko'tarishingiz kerak yoki o'sha uchastkalarni ko'tarib, xuddi shu ichimlik suv quvurini yonidan texnik suv quvurini olib kelishingiz kerak. Bu birinchisi. Keyin har bitta hududda ham texnik suv manbasi yo'q. Hamma hududda ham texnik suv manbasi yo'q. Bu ikkinchi jihat. Uchinchisi, yangi qurilayotgan citylar, yangi O'zbekiston massivlari, boshqalar deymiz-ku, yangi shaharlarimiz qad rostlayapti. Suv ta'minot korxonasi mutaxassislari bu taklifni berishgan. Ya'ni ichimlik suv quvuri alohida, developerlarga berilgan. Texnik suv quvurlari alohida deb berilgan. Biz faqat taklif bera olamiz. Biz majbur qila olmaymiz ularni. Va ular o'sha loyihachilar ko'rib o'zini xulosasini berishadi. Biz taklifini berganmiz. Yana bir asosiy jihati, suv ta'minot korxonasi mutaxassislari tekshirishiga qaraganda bizga ma'lumotni berishdi. Suvchilarimiz, siz o'sha texnik suv qazib, uni quvurlar yordamida xonadoningizga olib chiqib va uni qayta ishlashga ketadigan sarf xarajatlar ichimlik suvini tozalash va chiqarib aholiga yetkazib qaytib kanalizatsiyaga yo'naltirishdan qimmatga tushar ekan. Nima uchun? Chunki yer ostidan qazib chiqariladigan texnik suvlarda minerallar, tuzlar ko'proq bo'ladi. Yer ustida suv zaxiralariga nisbatan. Ular quvurlarni yemirish xususiyati ko'proq. Chiritadi. Va 2 hissa ko'proq rasxodga tushib ketadi. Undan ko'ra shu suvda shuncha unga bir xil suv beriladi demoqchisiz. Aha. Xo'p, bitta savol. O'zbekistonda mana shu depressiv suv davriga qarab ketayotganimizda siz mutaxassis sifatida dilemma qo'yaman oldingizga. Masalan, bosim bunisida ko'proq deysiz. Qayerda xato qilyapmiz? Buni boshqaruv siyosatidami yoki madaniyatida? Ikkalasida ham.
Ko'proq. Ikkalasida ham. Suvni xo'jayinlari ko'payib ketgan, to'g'risini aytsak-da. Masalan qarang, yer usti suv zaxiralari uchun Mikrofonni ozgina o'zingizga tortib olasizmi? Yer usti suv zaxiralari uchun mas'ul tashkilot bu Suv xo'jaligi vazirligi. Barcha o'sha ariqlar, zovurlar, kanallar va hokazo va hokazo. Yer osti suv zaxiralari uchun mas'ul tashkilot O'zbek gidrogeologiya degan tashkilot bor. Siz masalan fermersiz, yer ostidan suv qazib chiqarishingiz kerak, ulardan ruxsat olasiz borib. Suv omborlarimiz bor. O'sha To'palang suv ombori, mana Chorvoq suv ombori va hokazo suv omborlarimiz bor. Ularga bevosita mas'ul tashkilot O'zbek gidroenergo bilan, yana tagida Suv xo'jaligi vazirligi. Ulardan suv olib, o'sha joylashgan joyiga qarab, suv olib aholiga chuchuklantirib, ichimlikka yaroqli qilib beradigan tashkilot bizmiz. Suvdan noto'g'ri foydalanish va xo'jasizlarcha foydalanib, unga jazo beradigan tashkilot inspeksiya. U yana boshqa. U boshqa tashkilot. U Vazirlar Mahkamasi huzurida juda ko'pda. Masalan, Koreyada K-Water degan korporatsiya bor. Suvni olib, aholiga yetkazib, chuchuk suvmi, boshqa suvmi, bitta xo'jayin suvda. Buni ham baribir anaqasi ko'riladi, muhokamasi qilinadi. O'sha ikkinchi bir jihati madaniyatimiz ham juda oqsab boryapti. Ilmsizlik nuqtai nazaridan biz yo'qotishlarga ko'p yo'l qo'yyapmiz. Suvdan foydalanishda ilmsizlik juda yuqori bizda. O'z suv ta'minot, uzr gapingiz bo'lgan. O'z suv ta'minot hozir siz yuqorida sanagan tashkilotlarning qaysi biri bilan ko'proq muammoga duch keladi? Yo'q, biz muammoga duch kelmaymiz. Bizga suvni yetkazib berishsa bo'ldi, lekin o'sha suv zaxiralarini ko'proq ishlatadigan yo'nalishni isloh qilish kerak, Sanjar aka. Irrigatsiya tarmog'ini isloh qilsa, suv ta'minotidagi suv zaxiralari anchagi muammolarimiz ozgina cho'ziladi. Yaqinlashayotgan muammolar ozgina cho'ziladi. Yo'q bo'lib qolmaydi, faqat bizga vaqt qo'shib bersin. Farzandlarimiz, nevaralarimiz qiynalib qolmaydi. Sho'r suvni filtrlasa bo'ladimi deb savol berishyapti. Bo'ladi. Nima qilish kerak? Masalan, bizda hozir bu loyiha amalga oshirilyapti. Aynan Qoraqalpog'istonda bilasiz, o'sha dengiz suvi darajasidagi sho'rlik mavjud o'sha hududda. O'sha yer osti suvlarini chuchuklashtirib aholiga berilyapti. Qimmat tarifda emas, garchi u qimmat mablag'ga aylanayotgan bo'lsa ham, chuchuklashtirib berilyapti. Uni bitta qiyin jihati, masalan 100 litr suvni tozalasangiz, 60 litr suv chiqadi. Qolgani mineral bo'ladi uni. Iste'mol qilib bo'lmaydi. U tuz bo'ladi, temir moddasi va hokazo, o'sha Mendeleyev davriy sistemasidagi qattiq jismlar bo'ladi. O'sha 100 litrdan 60 litr chuchuk suv bo'lib chiqadi va u juda katta mexanizm talab qiladi, mablag' va resurs talab qiladi. Jarayon talab qiladi. Bu birinchi jihat va bu loyiha amalga oshyapti hozir Qoraqalpog'iston hududida. Xususiy sektor bormi? Bor. Uni davlat rahbari bevosita o'zlari ham aytib o'tdilar. Aholiga ichimlik suv yetkazib berishda davlat xususiy sheriklik tizimini joriy qilinglar deb. Va bu jarayonda birinchi navbatda bilasizmi, xorijliklar labbay deb javob beryapti. Masalan, o'sha Toshkent shaharni o'sha aqlli hisoblagichlar bilan ta'minlashda Suez kompaniyasi, Fransiyaning Suez kompaniyasi labbay deb javob berib, endi tasavvur qiling, har bir kishining xonadoniga hozir aqlli suv hisoblagichlar o'rnatib chiqyapti. Mana 50 mingga yaqinni o'rnatdi Yangi hayot bilan Sergeli tumanida. 5 yil davomida 670 mingta aqlli hisoblagich o'rnatib beradi. Bu ham davlat xususiy sheriklik asosida. Bundan tashqari Surxondaryoda ham xuddi shu Suez kompaniyasi o'sha quvurlarni yangilash yoki yangi tarmoqlar tortish bo'yicha o'zining taklifini bildirgan. Dunyoning 10 dan ortiq davlatidan 20 ga yaqin xalqaro moliya instituti hozir biz bilan hamkorlik qilamiz deb turuvdi. Vaholanki bundan 8 yil, 10 yil avval xorijliklar bir tiyin bermagan. O'zbekistonning suv siyosatiga bir tiyin ajratmagan va qo'rqqan. Biz beradigan pullar o'zi suvga ketadimi, yeb ketiladimi, biz foizi bilan qaytarib ola olamizmi deb shubha bilan qaragan va bir tiyin bermagan. Va haqli bo'lgan ham. Bugungi kunga kelib tasavvur qiling, 20 ga yaqin xalqaro moliya instituti. Bu men bilan sizni tanimaydi ular. O'zbekistonni ham uncha yaxshi bilmaydi. U davlat rahbarining ishonchi tufayli shuna qilib, davlat rahbariga ishongani tufayli o'sha o'zlari ishonch hosil qilganidan keyingina mablag' ajratyapti. Akmal aka, siz soha mutaxassisi sifatida hukumatni suv masalasida qaysi masala bo'yicha zudlik bilan chora ko'rishga chaqirgan bo'lardingiz hozir? Yana o'sha yuqorida ta'kidlaganimdek, o'sha irrigatsiya yo'nalishi bo'yicha
ilmiy yondashuvlarni umuman o'sha tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, lazer yordamida yerlarni tekislab sug'orish, umuman shu yo'nalishdagi suvlarni asrab avaylashga ko'proq urg'u bergan bo'lardi. Shunda ham bilasizmi, juda katta e'tibor berilgan. Dehqonlar, fermerlarga juda katta e'tibor berilgan. O'tgan yillar davomida umuman suvga pul to'lamaganda ular 2024-yildan adashmasam, 25-yil 1-yanvardan suv solig'i joriy qilindi. 1000 litr suv uchun 100 so'mda. 100 so'm? 100 so'm muomalada yo'q, qurt ham bermaydi. Pista ham bermaydi-da, 100 so'm. Hech narsa bermaydi. Agar siz fermer bo'lsangizda, o'sha keladigan suvingizga счетчик, ya'ni o'sha hisoblagich o'rnatib qo'ysangiz, ariqlarda, o'sha o'zingizga kiradigan joyingizda 50 so'm to'laysiz. Tasavvur qilyapsizmi? Agar uni ham to'la olmayman, haliga qiynalib qoldim, hosilim qurib qoldi, boshqa qilsangiz, o'sha yuqoridagi gap. Davlat subsidiya qilib sizni pulingizni beradi-da. To'lab beradi. Qachonki o'sha qiymati past narsani qadri past bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Siz ham yuqorida ta'kidlab o'tdingiz. Xuddi shuningdek biz suvni qadrini, qiymatini baland qilishimiz kerak. O'sha yo'nalishda hamda. Masalan, 3333 so'm 1000 litr suv uchun arzonda. Endi 3000 so'm bilan do'konga kirsangiz 1 litr ham suv, 1 litr berar yoki yarim litr berar. 2 litr bermaydi. Bermaydi. Biz 1000 litr beryapmiz. Qachonki qiymatini ko'tarsak, qadri ko'tariladi. Men shuni tarafdoriman. Boshqachasiga imkoni yo'q. Xo'p, migratsiya bo'yicha savol bermoqchiman sizga. Ya'ni qarang, buni mendan yaxshi bilasiz. Iqlim migratsiyasi degan tushuncha oxirgi 10 yillikda dunyoda o'ta global. Ya'ni yashayotgan hududida ob-havo, ma'lum bir resurslar noqulayligi uchun, sog'lig'ida xavf sezgani uchun o'zi qulay deb bilgan joyga ko'chib boradi. Kimdir boshqa davlatga ko'chib ketadi, kimdir ichki migratsiyani amalga oshiradi. Bir viloyatdan boshqa viloyatga, bir tumandan boshqa tumanga va O'zbekiston ham iqlim migratsiyasiga qarab kelyapti baribir. Va O'zbekistonda iqlim nuqtai nazaridan yashashga nisbatan yaroqli deb qaraladigan hudud Toshkent va Farg'ona vodiysi. Men eshitgan ma'lumotlarga ko'ra shunaqa. O'z suv ta'minoti shu bo'yicha qanaqadir strategiyalarni oldinga qo'yganmi? Yaqin 5 yil, 10 yilda odamlar bu hududlarga baribir ko'proq ko'chib kela boshlasa, biz qanday ta'minlaymiz? Nimalarga tayyor turishimiz kerak? Nimalarni oldindan belgilab qo'yishimiz kerak o'zi uchun? Hoshiyaga bitib deydi, daftar chetiga yozib qo'yishimiz kerak. Sanjar aka, haligi men sizga yana ham yaxshiroq ma'lumot beraman bu borada. Iqlim migratsiyasidan tashqari suv migratsiyasi degan tushuncha ham paydo bo'lgan. Biz o'zimizda, yo'q, butun dunyoda shunaqa tendensiya paydo bo'lgan va bizda ham 2030-yilga borib Jahon bankining tahlillariga ko'ra 700 million aholi, qariyb 1 milliard aholi suv migrantlari bo'ladi. Ya'ni o'sha siz aytgandek suv yo'q joydan suv bor joyga qarab ko'chadi. Bu fakt. Bu o'sha oyga, quyoshga qarab fol ochmaydi. Ular aniq raqamlarga, tahlillarga qarab bizga ma'lumot beradi. 2030-yilga borib 700 million aholi ko'chadigan bo'lsa, bu bevosita bizga ham ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. 2030 aytyapmiz, ahvolimiz suv nuqtai nazaridan yaxshi bo'lmaydi agar shunaqa xo'jazlarcha foydalansak deb. Xo'p, keling uzoqlashmaymiz mavzudan. Suv ta'minoti nima qilyapti deyapsiz. Bizni qurayotgan har bitta inshootimiz, suv inshootimiz 30, 40, 50 yil o'sha anuni oladi. Mo'ljalli oladi. Aholi sonining ko'payishi, o'sha hududda ishlab chiqarish korxonalarining oshib borishi, iste'molni umuman o'sha rasxodlarni hisobga olib, keyin loyiha tasdiqlanib, keyin quriladi o'sha suv obyektlarimiz. 50 yil muddatni o'z ichiga oladi. Faqat bugun uchun emas demoqchisizda, to'g'rimi? Aha. UzWater tizimi haqida ham ma'lumot bering. Bu qanaqa tizim va u asosida nima qulayliklar qilinyapti? Endi har bitta sohada transformatsiya jarayonlari ketyapti. Masalan, gazda, svetda va hokazo barcha yo'nalishlarda. Bu nima degani? Bu degani o'sha sohani aholi bilan yanada yaqinlashtirish va o'sha vizual jihatdan oradagi qiyinchiliklarni yo'qotish degani. Raqamlashtirish, transformatsiya, odamlarga yordami shu yoki tashkilotga ham yordami shu, yaqinlashtirish. Endi bizning sohamizda raqamlashtirish mana shu UzWater tizimi orqali kirib kelyapti va boshqa yo'nalishlarimiz ham bor. UzWater tizimi siz Telegram tarmog'i, hammada hozir sensor telefonlari bor. Shu UzWaterga Telegram botga UzWater deb yozasiz. Unda sizni hisob raqamingizni kiritganingizdan keyin o'sha xonadoningizdagi hisoblagichga o'sha uy kimning nomida bo'lsa, o'shaning telefon raqamiga SMS keladi. Va SMSni kiritasiz, siz jonli efirda bevosita qilishingiz ham mumkin, hurmatli tinglovchilar. O'sha yerda siz o'sha kelgan SMSni kiritganingizdan keyin shaxsiy kabinet ochiladi sizga.
unda suv uchun to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin, haqdorligingizni, qarzdorligingizni, suv iste'molingizni ko'rib borishingiz mumkin. Shunaqa tizim shakllantirilgan. Ya'ni masofadan turib suv hisobotini o'zingiz yuritasiz. Aha. Deylik bir vatanparvar tinglovchimiz hozir bizni eshityapti va u hech narsaga befarq emas. Masalan, bor-ku shunaqa odamlar ko'p. Ko'chada qayerdadir turba yorilib ketgan, suv oqib yotgan yoki suv bilan bir yomon holatlarni guvohi bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerak? Qaysi raqamga murojaat qilsa maqsadga muvofiq? Ya'ni qaysidir mintaqa, qaysidir viloyat demaylik-da, umumiy bitta ishonch telefoni bormi? 1255 qisqa raqam bor. Yana takrorlab o'taman. 1255 24/7 rejimida ishlaydi. Shanba, yakshanba, bayram kunlarisiz. Bu raqamga qo'ng'iroq qilganingizda qaysi hududda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'sha hudud mas'uliga bog'lab beriladi yoki respublika darajasida yechiladigan masala bo'lsa respublika mas'ullariga bog'lab bevosita o'z yechimini topadi. Bundan tashqari vodoснабжение, suv ta'minot degan Telegram chat bor, guruh bor. Unga ham o'sha vodoснабжение yoki suv ta'minot deb yozsangiz Telegramga chiqadi. O'sha guruhga. Nega ruscha bu? Yo'q, chunki iste'molchilar har xil-ku, faqat o'zbek segmenti emas-ku, iste'molchilar suv ta'minot vodoснабжение Telegram chati. Bevosita bog'lanib, o'sha yerda masalan hisoblagich bo'yicha, tan narx bo'yicha, avariyalar bo'yicha bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari har bitta hududda dispetcherlik markazlari bor. Uni biz o'sha suv ta'minotning resurslarida, saytida e'lon qilib boramiz. Har bitta hududning o'zini dispetcherlik raqamlari bor. Masalan 1255 band bo'lib qolishi mumkin, 5 minut, 10 minut, 20 minut. O'sha dispetcherlik markazlariga telefon qilishlari mumkin. Biz barcha yo'nalishda ochiqmiz. Qanchalik qiyin bo'lmasin, soha biz ochiqmiz. Bu yilga nima reja? 2026 ni o'zi. 2026-yilda o'sha davlat rahbari murojaatnomada o'sha Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatlarda aynan suv ta'minoti yo'nalishida qilingan ishlar tahlili bilan birgalikda 26-yilda qilinadigan rejalarni ham aytib o'tganlar. Unda aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 83.5% ga oshirishni va ilk marotaba 300 milliondan ortiq aholini 300 mingdan ortiq aholini markazlashgan toza ichimlik suv bilan ta'minlashni aniq o'sha reja qilib berganlar va biz bu rejalar asosida ishlarni boshlab yubordik. Bundan tashqari maktablar, o'sha ijtimoiy soha obyektlari borasida ham loyihalarimiz bor. Bu bevosita hamkor tashkilotlar bilan bog'liq, o'sha xalqaro moliyalar bilan bog'liq. Bu yo'nalishda ham aniq rejalarimiz bor. Oxirgi savolimda endi, masalan, kimdir xorijdanmi yoki kimdir bir puli bor odam O'zbekistonda masalan suv bo'yicha qanaqadir tashkilot ochmoqchi bo'lsa, men ham bir hududlardagi ma'lum bir odamlarga suv yetkazib berish imkoniyatidan foydalanmoqchiman, o'zim uchun narxlab qo'ymoqchiman, buni sotib ko'rmoqchiman desa, deylik, o suv ta'minot mana shunaqa raqobatga kirishga tayyormi? Tayyor. Masalan bu gegemonlik yoki masalan monopoliya emas, bemalol agar ya'ni odamlarda o'z suv ta'minotdan olamanmi yo bundan olamanmi degan tanlov paydo bo'lib qolsa. Bemalol. Bu suv ta'minot bunaqa loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi o'zi ham. Aha. Sizga rahmat Akmal aka. Vaqtimiz o'z nihoyasiga asta-sekinlik bilan yetib qoldi. Kelasi tashrifingizda vaziyat yaxshilanishidan umidvorman. Xudo xohlasa. Salomat bo'ling. Aholimizni suv bo'yicha madaniyatida oshishiga tilakdoshmiz.